Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi Munajjimlar bashorati sizning ma'naviy hamrohingiz bo'lishi mumkin. O'zingizga bo'lgan motivatsiyangiz, ishonchingiz va energiyangiz qanchalik yuqoriligini Munajjimlar bashoratida bilib olasiz. Qo'y burji vakillari, bugungi kun siz uchun kutilmaganda juda iliq va ta'sirli yakunlanishi mumkin. Ayniqsa oila masalasida siz kutmagan quvonchli xabar bor. Kunning ikkinchi yarmida keladigan bir xabar butun oilangiz kayfiyatini o'zgartirishi, hatto uzoqdan beri kutayotgan masalangizga yechim olib kelishi mumkin. Shuning uchun telefoningizga befarq chetga surib qo'ymang. Muhim yangilik aynan kutilmagan paytda keladi. Bugun bolalar bilan vaqt o'tkazish siz uchun shunchaki hordiq emas, balki ruhiy yengillik bo'ladi. Farzandlar, jiyanlar yoki qarindoshlarning bolalari bilan suhbatlashish ichingizdagi bosimni kamaytiradi. Agar so'nggi kunlarda nimadandir xavotir olayotgan bo'lsangiz, bugun o'zingizni chalg'itish emas, aynan yaqinlaringiz davrasida bo'lish sizga kerak bo'ladi. Sevgi masalasida esa vaziyat ancha qiziq. Bugun qalbingizga yoqadigan inson bilan uchrashish yoki kutilmaganda yaqinlashish ehtimoli kuchli. Sizni uzoqdan kuzatib yurgan odam o'zini sezdirishi ham mumkin. Agar munosabatda bo'lsangiz, kechqurun juftingiz bilan juda samimiy suhbat yoki unutilmas lahza kutmoqda. Bugun sovuqqonlik qilganingizdan ko'ra hislaringizni ochiq ko'rsatganingiz foydaliroq. Ishda esa ertalab biroz qiyinchilik bo'lishi mumkin. Bir muammo fikringizni band qilib, diqqatingizni ishga jamlashga xalaqit beradi. Uni zo'rlab hal qilishga urinmang. Kunning ikkinchi yarmida vaziyat oydinlashadi yoki sizga yangi yechim keladi. Bugun o'zingizga kichik xarajat qilishdan ham tiyilmang, ammo kayfiyat deb ortiqcha pul sarflab yubormang. Kechqurun esa sevimli mashg'ulotingiz bilan shug'ullanish sizni tiklaydi. Bugun siz kutmagan joydan yaxshi xabar keladi va bu xabar oddiy yangilik emas, oilangiz yoki sevgi hayotingizda kayfiyatingizni keskin o'zgartiradigan voqea bo'lishi mumkin. Buzoq burji vakillari, bugun buzoq burji uchun kun biroz sinovli boshlanadi, ammo oxirida ko'p narsaga oydinlik kiritadigan voqea yuz berishi mumkin. Ayniqsa yaqin inson bilan bo'ladigan suhbat siz kutmagan haqiqatni ochib berishi mumkin. So'nggi vaqtda kimningdir munosabati sizni o'ylantirayotgan bo'lsa, bugun uning asl niyatini tushunib olasiz. Mojarodan qo'rqmang. Aynan shu suhbat sizga kimni hayotingizda qoldirish, kimdan uzoqlashish kerakligini ko'rsatadi. Sevgi masalasida esa kutilmagan burilish bor. Sizga befarq bo'lmagan inson bugun o'zini boshqacha tutishi yoki ochiqchasiga yaqinlashishi mumkin. Agar allaqachon munosabatda bo'lsangiz, juftingiz bilan juda muhim gaplashasiz. Avvaliga suhbat biroz keskin tuyuladi, lekin oxirida orangizdagi sovuqlik yo'qoladi. Bugun hislaringizni ichingizda saqlab yurish sizga foyda bermaydi. Ishda ehtiyot bo'ling. Bugun sheriklik, qo'shma loyiha yoki katta kelishuv uchun yaxshi vaqt emas. Kimdir sizning ishonuvchanligingizdan foydalanishga urinishi mumkin. Ayniqsa, pul yoki mas'uliyatni bo'lish masalasida shoshilmang. Biror hujjatga imzo qo'yishdan yoki va'da berishdan oldin hammasini yana bir marta tekshiring. Moliyada esa g'alati vaziyat yuz beradi. Bugun uy-ro'zg'or yoki kerakli buyumga sezilarli xarajat qilishingiz mumkin. Dastlab pulingiz kamaygandan afsuslanasiz, ammo bu xarajat keyinchalik sizni kattaroq muammodan qutqarishi mumkin. Qarindoshlar bilan uchrashuv ham siz uchun foydali kechadi. Ularning orasidan sizga kerakli maslahat yoki muhim xabar chiqishi ehtimoli bor. Bu sizning eng katta kuchingiz muloqot. To'g'ri odam bilan to'g'ri gaplashsangiz, yopiq eshik ochiladi. Kechqurun esa nikoh yoki sevgi hayotingizda iliq unutilmas lahza kutmoqda. Bugun bitta suhbat butun munosabatingizni kelajagini o'zgartirishi mumkin. Egizak burji vakillari, bugun do'stlaringiz orqali hayotingizga kirib keladigan bir inson sizning fikrlashingizni jiddiy o'zgartirishi mumkin. Bu odam bilan suhbat qisqa bo'lsa ham, uning aytgan bir gapi uzoq vaqt xayolingizdan ketmaydi. Hatto kelajakdagi qaroringizga ta'sir qiladigan maslahat aynan shu uchrashuvdan chiqishi mumkin. Moliyaviy tomondan esa vaziyat yaxshilanadi. Qo'lingizga kutilgan pul tushishi yoki xarajatlaringiz yengillashishi mumkin. Shu sababli anchadan beri rejalashtirgan muhim xaridingizni amalga oshirish imkoniyati paydo bo'ladi. Lekin bugun pulingizni hammaga ko'rsatish yoki keraksiz xarajatlarga berilish yaxshi fikr emas. Eng katta ogohlantirish ishongan odamingizdan keladi. Siz uni o'zingizga yaqin deb bilasiz, ammo bugun uning bir harakati yoki gapi ko'nglingizni qoldirishi mumkin. Sirlaringizni har kimga aytmaslikka harakat qiling.
Ayniqsa obro'yingizga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan odamlar bilan ortiqcha muloqot qilmang. Ishda esa sizni shoshiltirishga yoki fikringizni o'zgartirishga urinadigan odam chiqadi. Muhim qarorni boshqalarning bosimi bilan qabul qilmang. Bugun sizga tezlik emas, puxta o'ylangan qaror foyda beradi. Jamoaviy ishda esa aksincha yaxshi natija kutmoqda. Rahbar bilan muhim suhbat yoki kelajakdagi imkoniyat haqida signal olishingiz mumkin. Sevgi hayotingizda vaziyat biroz murakkab. Turmush o'rtog'ingiz bilan oldingi kelishmovchiliklar yana esga tushishi mumkin. Yarashish darhol oson bo'lmaydi. Shuning uchun o'zingizni haq deb isbotlashga urinmang. Ba'zan birinchi bo'lib yumshash yutqazish emas. Bo'ydoq egizaklar esa bugun sevgi haqida kutilmagan tushuncha oladi. Bir insonning sizga bo'lgan munosabati oddiy qiziqishdan ancha chuqurroq ekanligini sezishingiz mumkin. Bugunning asosiy siri sizga eng katta ta'sir qiladigan uchrashuv tasodifiydek ko'rinadi, ammo uning oqibati uzoq davom etadi. Qisqichbaqa burji vakillari. Bugun qisqichbaqa burji uchun kunning asosiy mavzusi sabr va tanlov. Ishdagi rejalar siz kutgandek ketmasligi mumkin. Kimdir ataylab yoki bilmasdan sabringizni sinaydi. Eng yomoni bir vaqtning o'zida bir nechta odamning talabini bajarishga urinib, o'zingizni turli tomonga tortib yuborishingiz mumkin. Bugun hammani rozi qilishga urinmang. Bitta yo'nalishni tanlang va oxirigacha boring. Ish qidirayotgan qisqichbaqalar uchun esa muhim imkoniyat bor. Safar, uchrashuv yoki suhbat orqali yangi ish eshigi ochilishi mumkin. Ayniqsa suhbat davomida o'zingizni qanday tutishingiz hal qiluvchi ahamiyatga ega. Hayajonga berilmasangiz va fikringizni aniq ifodalasangiz ijobiy javob olish ehtimoli yuqori. Moliyada esa yaxshi yangilik kutmoqda. Qo'shimcha daromad topish yoki yangi pul ishlash imkoniyati paydo bo'ladi. Bu kutilmagan taklif, qo'shimcha ish yoki avval e'tibor bermagan imkoniyat bo'lishi mumkin. Lekin uni qo'lga kiritish uchun birinchi qadamni o'zingiz tashlashingiz kerak. Sevgi hayotingizda esa biroz nozik vaziyat yuzaga keladi. Turmush o'rtog'ingizni bir harakati sizni ranjitishi yoki noqulay ahvolga solishi mumkin. Darhol xulosa chiqarib janjal boshlamang. Keyinroq uning asl maqsadi siz o'ylagandek yomon emasligini tushunishingiz mumkin. Bugun his-tuyg'uga berilish munosabatni keraksiz darajada og'irlashtiradi. Bo'ydoq qisqichbaqalar uchun esa do'stlikdan sevgi tomon o'tadigan vaziyat paydo bo'lishi mumkin. Sizni bezovta qilayotgan hisni yashirish tobora qiyinlashadi. Bugun sog'lig'ingiz ham tanaffus talab qiladi. Charchoqni e'tiborsiz qoldirmang, biroz tin oling va o'zingizni ortiqcha zo'riqtirmang. Bugun sizni eng katta imkoniyat emas, eng to'g'ri tanlov oldinga olib chiqadi. Bir qaror esa kelgusi haftalardagi yo'lingizni o'zgartirishi mumkin. Arslon burji vakillari. Bugun Arslon burji vakillari o'ziga bo'lgan ishonchi bilan boshqalarning e'tiborini tortadi. Siz aytgan gap, bergan fikr yoki qilgan bir qaroringiz kimlargadir kuchli ta'sir qiladi. Ayniqsa ishda muhim suhbat yoki qaror kutayotgan bo'lsangiz, bugun o'zingizni ko'rsatish uchun imkoniyat bor. Sizdan faqat dadillik emas, aniq fikr talab qilinadi. Moliyaviy tomondan esa kutilmagan yengillik kelishi mumkin. Uzoq vaqtdan beri pul masalasi qiynab kelayotgan bo'lsa, bugun qo'lingizga kutilmagan manbadan pul tushishi yoki qarzdorlik, to'lov kabi muammolardan birining yechimi topilishi mumkin. Bu pul bir necha tashvishingizni birdaniga kamaytiradi. Lekin kelgan pulni darhol sarflab yuborishga shoshilmang. Ishda esa ehtiyot bo'lish kerak. Faoliyatingiz tekshirilishi, qilgan xatolaringizdan biri ko'rib chiqilishi yoki sizdan oldingi ishlar bo'yicha tushuntirish so'ralishi mumkin. Xatoni yashirish vaziyatni yanada og'irlashtiradi. Agar biznes bilan shug'ullansangiz, bugun eski usuldan voz kechib, faoliyatingizga yangi yo'nalish berish haqida jiddiy o'ylashingiz mumkin. Bugun paydo bo'lgan g'oya keyinchalik daromadli imkoniyatga aylanish ehtimoli bor. Sevgi hayotingiz esa bugunning eng yoqimli qismi bo'lishi mumkin. Kutilmagan uchrashuv, shirin suhbat yoki oddiygina bir insonning e'tibori kayfiyatingizni butunlay o'zgartiradi. Bo'ydoq arslonlar uchun romantik tanishuv ehtimoli yuqori. Ammo turmush qurganlar uchun bir ogohlantirish bor. Turli masalalardagi mayda kelishmovchiliklarni kattalashtirmang. Kechqurun juftingiz bilan yolg'iz qolganingizda unga vaqt ajratish naqadar muhimligini tushunasiz. Bugun pulda kutilmagan yengillik, ishda tekshiruv, sevgida esa yuragingizni istadigan voqea bor. Eng katta xato hammasini bir kunda hal qilishga urinishdir.
Parizod burji vakillari. Bugun Parizod uchun shoshilish emas, o'z ritmini topish kuni. Siz odatda hamma narsani nazorat qilishga harakat qilasiz. Ammo bugun ortiqcha bosimni o'zingizdan olib tashlasangiz, ishlar aksincha tezroq yurishadi. Kunning eng katta foydasi ichingizdagi taranglikni kamaytirish va o'zingiz bilan yolg'iz qolib, nimani istayotganingizni tushunishdir. Pul masalasida esa bugun qilgan tejamkorligingiz keng katta foyda beradi. Qo'lingizdagi mablag'ni keraksiz narsaga sarflamang. Hozir arzimasdek ko'ringan yig'im keyinchalik kutilmagan xarajat paytida sizni qutqarishi mumkin. Ayniqsa katta xarid qilish niyatingiz bo'lsa, bugun biroz kutgan ma'qul. Uyda esa iliq muhit paydo bo'ladi. Qarindoshlar yoki yaqinlar bilan yig'ilish, bayramona suhbat sizning kayfiyatingizni sezilarli ko'taradi. Faqat chetda jim o'tirib qolmang. Bugun yaqinlaringiz bilan faol muloqot qilish sizga ruhiy yengillik beradi. Sevgi masalasida kun biroz nozik. Siz sevgan insoningizga qimmatbaho sovg'a yoki katta e'tibor bilan munosabatni yaxshilamoqchi bo'lishingiz mumkin. Ammo bugun muammo sovg'ada emas, sizdan samimiy suhbat va tushunish talab qilinadi. Yolg'iz parizodlar esa o'z hislarini qayta ko'rib chiqadi. Siz aslida kimni xohlayotganingizni anglab yetishingiz mumkin. Ishda katta to'siq ko'rinmaydi. Kundalik vazifalarni tugatish, hujjatlarni tartibga solish va kelishuvlarni yakunlash uchun qulay kun. Muhim masalada shoshilmay gapirsangiz, boshqalardan ko'ra kuchliroq pozitsiyaga ega bo'lasiz. Bugun o'zingizni ham tinglang. Olomon ichida bo'lsangiz ham, ichingizda yolg'izlik sezilsa, biroz yolg'iz qolish sizga foyda beradi. Jufti bor parizodlar uchun esa yaqin insonining holatiga e'tiborli bo'lish kerak. Uning kayfiyati yoki sog'lig'ida kichik o'zgarish bo'lishi mumkin. Bugun sizning haqiqiy yutug'ingiz pul topishda emas, pulni saqlash, munosabatni asrash va o'zingizni tushunishda bo'ladi. Tarozi burji vakillari. Bugun tarozi uchun omad eshikni taqillatib emas, kutilmagan imkoniyat ko'rinishda kirib keladi. Ayniqsa biznes va pul masalasida kun juda sermahsul. Agar savdo bilan shug'ullansangiz, xaridorlar yoki buyurtmalar soni oshishi mumkin. Talabning ko'payishi sizga odatdagidan ko'proq foyda olib keladi. Biznesingizda yangi bosqich boshlash, xizmat yoki mahsulot yo'nalishini kengaytirish haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, bugun paydo bo'ladigan imkoniyatni e'tiborsiz qoldirmang. Moliyaviy jihatdan ham yaxshi yangilik bor. Kutilgan foyda kelishi yoki avval sust ketgan ish birdan jonlanishi mumkin. Oilangizni qo'llab-quvvatlash ham sizga kuch beradi. Yaqinlaringizdan biri sizga muhim qaror bo'yicha maslahat yoki amaliy yordam berish ehtimoli yuqori. Sevgi masalasida esa bugun hissiyotlar kuchli. Juftingiz bilan oddiy suhbatning o'zi juda chuqur ma'noga ega bo'lishi mumkin. Siz uning gaplari orqali o'zingiz haqingizda ham muhim narsani tushunasiz. Agar munosabatda sovuqlik bo'lgan bo'lsa, bugun uni yumshatish uchun yaxshi imkoniyat bor. Faqat o'zingizni oqlashga urinmang. Samimiy bo'ling. Bo'ydoq tarozi vakillari esa o'ziga kuchli ta'sir qiladigan inson bilan yaqinlashishi mumkin. Ishda katta o'zgarish bo'lmasligi mumkin, ammo kichik bir imkoniyat katta natijaga olib boradi. Rahbar yoki hamkasb bilan oldin qoldirib ketilgan suhbatni bugun davom ettirish foydali. Sizga berilgan taklif dastlab oddiy ko'rinsa ham, keyinchalik daromad yoki lavozim uchun foyda keltirishi mumkin. Bugun bolalikdagi sevimli mashg'ulot yoki eski qiziqishingizga qaytish istagi paydo bo'ladi. Bu sizga ruhiy yengillik beradi. Bugunning eng katta imkoniyati pul va biznesda, eng katta baxt esa sevgida. Kichik ko'ringan eshikni yopmang. Aynan o'sha eshik ortida siz kutmagan foyda turishi mumkin. Chayon burji vakillari. Bugun chayon uchun kun biroz keskin boshlanadi, ammo oxirida sizga juda muhim haqiqatni ko'rsatadi. Yaqin inson bilan jiddiy suhbat yoki kelishmovchilik yuzaga kelishi mumkin. Avvaliga bu sizni ranjitadi, lekin aynan shu vaziyat orqali kim siz uchun chinakam muhimligini anglab olasiz. Bugun aql bilan hisoblashdan ko'ra ichki sezgingizga quloq tutganingiz foydaliroq. Siz kimningdir gapidan ko'ra uning xatti-harakatidan ko'proq narsani tushunasiz. Ishda esa ehtiyotkor bo'ling. Rejalar buzilishi, kimdir sizga ortiqcha vazifa yuklashi yoki sabringizni sinaydigan vaziyat paydo bo'lishi mumkin. Birovning shoshqaloqligi sababli o'zingizni aybdor his qilmang. Muhim qarorni jahl ustida qabul qilmang. Bugun boshlangan qiyinchilik ertaga butunlay boshqacha ko'rinishda bo'lishi mumkin. Siz tashabbus ko'rsatsangiz, boshqalar ko'rmagan imkoniyatni birinchi bo'lib egallashingiz mumkin.
Moliyada esa bugun o'zingizni nazorat qilish kerak. Ayniqsa zargarlik buyumlari, maishiy texnika yoki qimmatbaho narsa sotib olish istagi kuchayishi mumkin. Ammo shu xaridni biroz kechiktirsangiz, keyinchalik bundan afsuslanmaysiz. Bugun tejagan pulingiz yaqin kelajakda kerak bo'lib qolishi mumkin. Sevgi masalasida esa vaziyat sizning foydangizga ishlaydi. Jozibangiz kuchayadi va kimdir sizga odatdagidan ko'proq e'tibor berishi mumkin. Bo'ydoq chayonlar uchun kutilmagan yaqinlashuv ehtimoli bor. Munosabatdagi chayonlar esa juftidan samimiy e'tibor yoki yoqimli tashabbus ko'rishi mumkin. Eng muhim narsa boshqalarning muammosini o'zingiznikiga aylantirmang. Kimdir sizning mehribonligingiz va saxiyligingizdan foydalanishga urinishi mumkin. Bugun yo'q deyishdan qo'rqmang. Kechqurun esa oilangiz bilan vaqt o'tkazing. Uyda yuz beradigan iliq suhbat yoki kutilmagan quvonch kunning barcha og'irligini unutishga yordam beradi. Bugun bitta kelishmovchilik sizga kimning aslida yoningizda ekanligini ko'rsatadi. Pulni asrasangiz, hislaringizni yashirmasangiz va sezgingizga ishonsangiz, kun oxirida yutqazgan emas, aksincha kuchaygan bo'lib chiqasiz. O'qotar burchi vakillari. Bugun o'qotar uchun yangi imkoniyatlar va foydali bilimlar kuni. Sizni endi o'rganadigan yoshdan o'tib ketding deb o'ylaydiganlar bo'lishi mumkin, ammo bugun aksini isbotlaysiz. Yangi ma'lumot, yangi ko'nikma yoki kimdandir eshitgan oddiy maslahat sizga tengdoshlaringiz oldida katta ustunlik beradi. Ayniqsa ish bilan bog'liq suhbat yoki muhim uchrashuvda bilimingiz kutilmaganda qo'l keladi. Ishda ham vaziyat siz uchun ochiladi. Anchadan beri ortga surib kelayotgan vazifangizni bugun tugatish uchun juda qulay payt. Hatto qiyin ko'ringan ish ham kutilgandan osonroq bitishi mumkin. Rahbar yoki hamkasbingiz sizning mas'uliyatli yondashuvingizni sezadi. Bugun kichik bir ishni yaxshi bajarishingiz keyinchalik kattaroq imkoniyatga sabab bo'lishi mumkin. Pul masalasida esa muhim saboq bor. Bugun tejash yoki pulni to'g'ri taqsimlash bilan bog'liq bir qaror qabul qilasiz. Siz avval e'tibor bermagan xarajatlaringizni ko'rib chiqib, qayerda ortiqcha pul sarflayotganingizni tushunib olishingiz mumkin. Shu odatni saqlasangiz, kelajakdagi katta moliyaviy muammolarning oldini olasiz. Sevgi hayotingizda esa kun juda iliq. Qarindosh yoki do'stdan kutilmagan sovg'a olishingiz mumkin. Kechqurun esa sevgan insoningiz bilan yolg'iz qolish, samimiy suhbat yoki romantik kechki ovqat uchun ajoyib imkoniyat bor. Yolg'iz o'qotarlar uchun yaqin davradagi insondan kutilmagan e'tibor kelishi mumkin. Bugun oilangiz bilan bog'liq quvonchli vaziyat ham yuz beradi. Uyda uzoq vaqt esda qoladigan iliq lahza bo'lishi mumkin. Bo'sh vaqtingizni esa o'zingizga yoqadigan narsaga sarflang. Telefon tomosha qilish yoki shunchaki dam olish ham bugun sizga ruhiy yengillik beradi. Bugun o'rgangan bitta yangi narsa sizga puldan ham qimmatliroq foyda beradi. Aynan shu bilim yaqin orada sizni boshqalardan bir qadam oldinga olib chiqarishi mumkin. Tog' echkisi burji vakillari. Bugun tog' echkisi burji uchun eng muhim mavzu sabrni yo'qotmaslik. Ayniqsa sevgi va ishda sizni ataylab yoki bilmasdan g'azablantiradigan vaziyat paydo bo'lishi mumkin. Yaqin insoningiz sizni bezovta qilayotgan gapni ochiq aytadi. Birinchi reaksiyangiz qattiq javob berish bo'lishi mumkin, ammo shoshilmang. Bugun bitta keskin gap keyinchalik uzoq davom etadigan sovuqlikka sabab bo'lishi mumkin. Shunga qaramay, sevgi tomonda yaxshi yangilik bor. Juftingiz bugun sizga odatdagidan ko'proq mehr ko'rsatadi. Agar o'rtangizda so'nggi paytlarda masofa paydo bo'lgan bo'lsa, kechqurun uni yo'qotish uchun imkoniyat tug'iladi. Bo'ydoq tog' echkisi burji uchun esa romantik kayfiyatdagi inson bilan yaqinlashish ehtimoli yuqori. Ishda kun boshida tushunmovchilik yoki kichik mojaro yuz berishi mumkin. Kimdir sizning ishingizni noto'g'ri baholashi yoki vazifani sizdan boshqacha bajarishingizni talab qilishi ehtimoli bor. Jahlingizni ko'rsatish o'rniga vaziyatni xotirjam tushuntiring. Chunki kun oxirida mehnatingiz baribir qadrlanadi. Hatto rahbaringizdan maqtov yoki yangi imkoniyat haqida taklif olishingiz mumkin. Moliyada esa bugun muhim qaror qabul qilish kerak. Hozirdan boshlab ortiqcha xarajatlarni kamaytiring va pul yig'ishni boshlang. Bugun saqlab qolgan mablag'ingiz keyinchalik kutilmagan vaziyatda sizga katta yordam beradi. Qimmatbaho xaridlarni vaqtincha kechiktirgan ma'qul. Uzoq safarni esa imkon qadar boshqa kunga qoldiring. Bugun sizga dam olish va kuch yig'ish foydaliroq. Bolalar bilan bog'liq tadbir yoki oilaviy yig'ilish kayfiyatingizni ko'taradi. Shuningdek, tashqi ko'rinishingizga e'tibor berish uchun ham yaxshi kun. O'zingizdagi o'zgarishdan mamnun bo'lasiz. Bugun ishda e'tirof, sevgida iliqlik, pulda esa sinov bor. Eng katta yutug'ingiz jahlingizni yutib, to'g'ri paytda to'g'ri gapni ayta olishdir. Qovg'a burji vakillari.
Bugun qovg'a uchun kunning boshida moliyaviy masala biroz bosim qilishi mumkin. Pul yetishmasligi sababli rejalashtirgan muhim ishingiz va vaqtincha to'xtab qolishi yoki kechikishi ehtimoli bor. Ammo bu muammo doimiy emas. Bugun eng to'g'ri yo'l shoshilib qarz olish yoki keraksiz xarajat qilish emas. Mavjud mablag'ni oqilona taqsimlash. Hozir qilgan tejamkorligingiz keyingi kunlarda sizga yengillik beradi. Ishda esa vaziyat ancha qiziq. Ofisdagi kelishmovchilik, yashirin raqobat yoki kimningdir sizga qarshi harakati yuzaga chiqishi mumkin. Sizni bahsga tortishga urinadigan odam bo'ladi. Uning gapiga hissiyot bilan javob bermang. Bugun kuchingizni janjalda emas, strategiyada ko'rsatishingiz kerak. Oldindan tayyorgarlik ko'rgan qovg'a boshqalardan bir qadam oldinda bo'ladi. Ish sababli safar qilish imkoniyati paydo bo'lsa, uni jiddiy ko'rib chiqing. Dastlab bu oddiy xizmat safari bo'lib ko'rinsa ham, uzoq muddatda foydali tanishuv yoki yangi ish imkoniyatini olib kelishi mumkin. Bugun boshlangan aloqa keyinchalik daromad manbaiga aylanishi ehtimoli bor. Sevgi hayotingizda esa kunning eng kutilmagan voqeasi bor. Yolg'iz qovg'alar bir insonni ko'rishi bilan kuchli qiziqish his qilishi mumkin. Bu oddiy yoqtirish emas, bir qarashning o'zi sizni uzoq vaqt o'ylantirib qo'yadi. Munosabatdagi qovg'alar uchun esa juftingiz bilan bog'liq juda yaxshi yangilik kelishi mumkin. Bu ikkalangizni ham xursand qiladigan xabar bo'ladi. Uyda esa hamma ham sizdan rozi bo'lmasligi mumkin. Qancha urinmang, birga yashaydigan insonlardan biri sizni noto'g'ri tushunishi ehtimoli bor. Buni majburan tuzatishga urinmang. Sog'lig'ingiz yaxshi bo'lsa-da, bugun o'zingizni ortiqcha qiynamang. Tabiatda sayr qilish va tinch oqshom sizga ko'proq foyda beradi. Bugun puldagi vaqtinchalik to'siq sizni qo'rqitmasin. Ishdagi bir safar yoki uchrashuv esa keyinchalik hayotingizdagi eng foydali imkoniyatlardan biriga aylanishi mumkin. Baliq burchi vakillari. Bugun baliq uchun eng muhim vazifa o'tmishni kovlamaslik. Eski xafagarchilik, tugamagan munosabat yoki avval qilgan xatolaringiz haqida qayta-qayta o'ylash bugun sizga hech qanday foyda bermaydi. Oldingizda yangi bosqich ochilmoqda, lekin unga kirish uchun ortda qolgan narsani qo'yib yuborishingiz kerak. Moliyaviy tomondan yaxshi yangilik bor. Kechikib qolgan to'lov, qarz yoki siz kutayotgan pul nihoyat harakatga kelishi mumkin. Bu birdaniga barcha muammolaringizni hal qilmasa ham moliyaviy bosimni sezilarli kamaytiradi. Qo'lingizga pul tushishi bilan uni darhol sarflab yubormang. Hozir sizga zaxira kerak. Ishda esa kun sokin ko'rinadi. Katta janjal yoki keskin o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun bu vaqtdan chalg'ituvchi narsalardan uzoqlashib, muhim ishlarni tugatish uchun foydalaning. Bugun ko'p ish qilish shart emas, bitta muhim ishni sifatli bajarish sizga katta foyda beradi. Rahbar yoki muhim inson bilan gaplashishda so'zlaringizga ehtiyot bo'ling. Oddiy gap noto'g'ri tushunilishi mumkin. Sevgi masalasida esa o'zingizni majburlamang. Bugun munosabat bo'yicha katta qaror qabul qilish yoki hamma narsani tushuntirib berishga urinishingiz shart emas. Juftingiz bilan sokin vaqt o'tkazishning o'zi yetarli. Agar munosabatda sovuqlik bo'lsa, uni zo'rlab yo'qotishga urinmang. Vaqt o'tishi bilan vaziyat yumshaydi, ammo oilada ehtiyot bo'ling. Uy-ro'zg'or, ovqat, tozalik va boshqa kundalik masala sababli janjal chiqishi mumkin. Kimdir sizni tushunmayotgandek tuyuladi. Shu paytda ovozingizni ko'tarmasangiz, katta nizoning oldini olasiz. Bugun o'zingizga juda baland maqsad qo'yishingiz mumkin. Agar natija darhol chiqmasa, tushkunlikka tushmang. Kechikkan pul keladi, ishda muhim imkoniyat saqlanib qoladi. Ammo oiladagi bitta kichik janjal kuningizni buzishi mumkin. Bugun g'alaba qilish uchun hammani yengish shart emas. O'zingizni boshqara olishning o'zi yetarli. Aziz kuzatuvchilar, bugungi munajjimlar bashorati shulardan iborat edi. Agar video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini yoqing.